Lüksiyeni davamlaştırımız hürmetli vatandaş bugün çizlağa 2022 5. ayın 18. günü. Yukarı Lüksiyenin davamı. Şimdi ne deydi? Bunun Avrupa İttifakı bilen Japonya'nın oturuşu hemkarlık münasebetini misal kılıp görüşüşü bulunur. Ötken hafta Cuma günü ötküzülgen Avrupa İttifakı Japonya yukarı derecelikte yığınıda. Avrupa İttifakı Komitetinin reisi von der Leyen halkara vaziyetini qattiq ansiraydiganligini bildirib o'tdi. Halkara vaziyetning qattiq ansiraydiganligini bildirib o'tdi. U mundaq ko'rsatdi. Rossiya Ukrainaga yovuzona tajovuz qildi. Hamda Jungo bilan kishini ansirtadigan kelishim tuzganlikdan xalqaro tartib intayin ig'ir tahdid paydo qildi. 2. ayning 4. kuni. Avrupa İttifakı Daimi Komiteti Reis Charles Michael mundaq ko'rsatdi, biz kun sayin qattiqlashayotgan Jungo bilan maslahatlashishni cho'nqurlashtirishimiz kerak. Tasodiflikni oldini olaylik deydi u. U mundaq ko'rsatdi, biz mundaq hisoblaymiz, Jungo o'zining qattiqligini uning taraqqiyoti elib kelgan foyda munosabatlar ustiga yoki sistem ustiga qo'ymoqchi bo'lyotdi deydi. Germaniya Mokato tadqiqotlarning tadqiqotchisi Ayadach Amerika ovozining ilhat ziyoratiga mundaq ko'rsatdi. Avrupa İttifakı va Yaponiya mundaq hisoblaydi, ular tirishchanlikni kuchaytirib, texmi o'zi xo'ja bo'ladigan aktiv diplomatik siyosatga qatnashish lozim. Chunki birla Amerika Xitoyni bilish bu tanlash emas. Chunki o'zaro hamkorlik Jungo va Rossiya qatorliq jiddiy masalalarni bartaraf qilish o'rtaq asos bilan ta'minlanadi. Jungo masalasi, Rossiya masalasi bartaraf qilish o'rtaq asos bilan ta'minlanadi. Texim muhim shuki bizning o'zaro nihoyatda ko'p o'rtaq manfaatimiz bor. Iqtisodiy kuchimiz bilan prinsipni asos qilgan xalqaro tartibni kuchaytiramiz. Yaponiyadan boshqa yana 3. davlat bilan shunday hamkorlasha olamiz. Bu yerda Hindistonni ko'rsatganmidi? Uzun zamonlardan beri uzilmay kelayotgan Jungo Yaponiya territoriya talash tortishi qarta Avrupa İttifakı qaytarib turish masalasi hargiz ikkilanmaydi. Bu qatam o'tkazilgan Avrupa İttifakı Yaponiya yig'indan keyin Yaponiya Avrupa İttifakı tunji qatam maydon qo'llanib e'lon qilgan birlashma bayonotida Senkaku taqim orollarga ko'ngil bo'ladiganligini, ya'ni Avrupa tarafdan ko'ngil bo'ladiganligini bildirdi. Gerçi bu azroq qiyofat ko'rsatish bo'lib ifodalansin, Yaponiya bilan Avrupa İttifakı o'rtasidagi munosabatning cho'nqurlashganligi belgisi bo'lib qoldi. Bu xil tartibsizlash Avrupa İttifakıning Jungo siyosatiga keng o'zgarish bo'lganligining bir qismi deb qaraldi. Tushundingizmi? Bu xil tartibsizlash Avrupa İttifakıning Jungo siyosatida o'zgarish bo'lganligining bir tarafi deb qaraldi. Avrupa İttifakı Beijingning nihoyat zo'r raqobatchi ekanligini allaqachon tunib yetdi. Şunlaş köp qatlamlı usul çare qo'llanishimiz jumladan Hind Tinch okean rayonida ko'ngildagidek hamkorlashish va hamkorlashishga qatnashishimiz lozim. Yoki Osiyo ishlariga qatnashishimiz lozim. Buni qo'shimcha men dedim-ku, boshda bugun mushu muhokama temasi bo'pti, torbetlarda deb atandishim. Janet Yellenning bir usulda so'zlagan so'zi Yangi tongliklar televiziyasi ekranda mundaq chiqdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri G'arb davlatlari bilan ittifoqlashib, Jungoning iqtisodiy ta'sirini cheklashga chaqirdi. YouTube 1 soat ilgari aytgan. 5. ayning 18. kuni. Ko'rdingizmi, tandishim, iqtisod sohasi ketdi. Siyosat, iqtisod birlashib kelyapti.